Hakamlar soatlarni to'g'rilab olishdi. O'yinni mehmonlar Samarqandning Dinamo jamoasi boshlab berdi. Hakam mana endi ruxsat berdi. To'p yuqoridan yetkazilmoqda. Imkoniyat bor, darvozabon chiqib keldi. Zarba yo'llandi va himoyachi oxirida ulgurdi to'pning yo'nalishini o'zgartirishga. Nurlan Ibrahimov zarba yo'llagan futbolchi Lokomotiv safida. Firdavs Abdurahmonov bugun markazda barchasini boshqarish kerak. Hozir xato qimmatga tushishi mumkin. Zarba yo'llandi va Edim Nemanov Raimovning zarbasidan so'ng maydon tashqarisiga chiqarib yuboryapti. Muhammadali Raimov Toshkent futbol akademiyasi tarbiyalanuvchisi, iqtidorli markaziy yarim himoyachi, juda mehnatkash o'yinchi. Uchrashuvni diqqat bilan tomosha qilib borishyapti. Sardor Mirzayevdan chap qanotga pas, Alekzatev darhol hujumni davom ettirdi. Bilol To'pliyev zarba yo'llagan edi. Bilol yaxshi imkoniyatga ega bo'ldi. Sanjar Qodirqulov ajoyib hujum davom etadi. Nurullo To'xtasinov jarima maydonida pas, zarba. Qanday imkoniyat! To'xtatmasdan tepmoqchi edi nazarimda Firdavs. Lekin to'pga o'sdi. Hozir mehmonlar chap qanotdan oldinga o'tishmoqda. Yaxshi imkoniyat bor. Jarima maydonida ham ikki o'yinchini ko'ryapmiz. Zarba yo'llandi. Tez jamoalar qanotlarni almashtirmoqda. Hozir yaxshi pas. Hujum davom etadi. Raimov. Keyin esa Ibrahimov zarba yo'llashga intildi. Keyingi zarba aniq. Nishishdan pressing samara keltirmoqda. Anvarjon Hojimirzayev o'tib keta olmadi. Kucherenkodan sobiq jamoadosh qanday to'pni qabul qilishini bilar ekan himoyachi. Hozir Aleksandr hujumda yuribdi. Markaziy himoyachi pas, aniq hujum davom etadi. Aleksandrdan zarba. Keyingi harakat qanday? Darvozabon Rasul Yo'ldoshev markaz bilan Xudoyberdiyevga nisbatan qoida buzildi. Hozircha Qodirqulov tepishga tayyorgarlik ko'rayotgandek. Amalda qanday? Qodirqulovdan zarba va chiroyli gol! Sanjar Qodirqulov qoyil. Golni nishonlamayapti. Sobiq jamoasiga hurmat bu, lekin tan oling, chiroyli ijro amalga oshirilmoqda Sanjar Qodirqulov tomonidan. Jarima maydonida hech kim yo'q. To'pni aylantirib, joli devordan o'tkazib tashlab qo'ymoqda darvozabon Aleksandr. To'liq nazorat maydon egalarida, Dinamo esa himoyada qolyapti. Zarba! Chiroyli gol bilan javob qaytarilmoqda. Muhammadali Raimov. Biroz oldin aytdik, uni kuchli zarbasi bor deb yo'l qo'yib berishdi. Hisob tenglashyapti. Robar Dinamoning xatosi juda himoyaga berilib ketgani. Qarang, tayanch zonasidagilar kutib olishmadi. Darvozabonda ham albatta biroz xato bor. To'pni qaytara olmayapti. Natijada barchasi boshidan boshlanadi. Sapchi bordi to'p. Dembele, Mavritic. Yana chap qanotga to'p uzatilmoqda. Firdavs Abdurahmonov
Firdavs jarima maydonida zarba yo'lladi. Himoyachiga to'p tegib qaytyapti. Hujumni davom ettirish imkoniyati bor. Yana bir zarba va chiroyli gol. Bu gol faqat ajoyib ijrolarni ko'ryapmiz. Firdavs Abdurahmonovni bir o'zi hal qildi mazkur epizodni va Dinamoni hisobda oldinga olib chiqayapti. Abdurahmonovni hujumga boshladi. Abdurahmonov esa mana jarima maydoniga kirdi. Birinchi harakat. Ikkinchisi mana oraliqdan o'tkazib uzoq burchakka aniq tepayapti. Zarba o qadar kuchli emas. Darhol Lokomotiv o'yinni boshlab yubormoqda. Mezbonlar 4 kishi bo'lib oldingi chiziqqa yetib borishgan. Zarba! Ancha xavfli Bilol To'pliyev bu gal ham zarbani amalga oshirayapti. Juda ko'p Shuhrat Muhammadiyev o'yinning qoidasi buzilmadimi? Zarba ham yo'llanmoqda. Turopov, Diyor Turopov. Markaziy hujumda kim o'ynaydi? Dinamoda. Bu haqida birozdan keyin bilib olamiz. Mana bu to'g'ri darvoza tomon zarba edi. Shuhrat Nurulloyev yana jarima maydoniga bosh bilan zarba, lekin noaniq ketyapti. Tajribali yana bir mutaxassis Abror Qurriyev jamoa shifokori hisoblanadi. Dinamoda imkoniyat, darvozabon chiqib kelib ishonch bilan to'pni ushlab olyapti. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Poyonov darhol to'pni tashlab berdi. Shuhrat Muhammadiyev markaz bilan Nishishdan jarima maydoniga pas zarba. Gol. Ofsayd yo'qmi? Gol inobatga olinyapti. Lokomotiv yana iroda ko'rsatmoqda. Comeback. Shodiyor Shodiboyev tinim bilmadi va 2 marta hisobda ortda borayotib tenglashtirmoqda. Ofsayd yo'q. Dinamo himoyachilari sun'iy o'yindan tashqari holatni yuzaga keltira olishmadi. Muhriddin Zoirovdan assist. Dinamo jamoasini himoyaga o'tib ketishi qimmatga tushdi. Endi esa Lokomotiv g'alabaga boryapti. Poyonovdan zarba! Chap oyoqda aylantirib. Zarbaga biroz aniqlik yetishmadi. Mezbonlarning hujumi. Poyonov markazga. Darvozabon. Hujumkor yarim himoyachi zaxiradan tushsa ancha xavfli. Raqib uchun Poyonovdan zarba chap oyoqda Sunnatilla. O'yin qanotga jarima maydonida Dinamoni 3 nafar o'yinchisi bor ekanligini ko'ryapmiz. Firdavs Abdurahmonov to'pni qabul qildi. Zarba o'ng oyoqda juda ham kuchli. Lokomotivda yaxshi ishlamoqda. Pas jarima maydoniga. Kim zarba yo'llaydi? Zoirov akrobatik uslubda tepmoqchi edi, lekin himoyachilar to'pni qaytarib qolishdi va o'yin yakuniga yetdi. Jang bo'ldi maydonda. Ayniqsa so'nggi daqiqalar har ikkala jamoa faqat g'alabaga o'ynadi.